Yo'q, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Bunyod bo'ladi. Bugungi videoda qanaqa video chiqaramiz desanglar, bugungi videoda bizlar Minecraftda kreativda kabani quramiz. Hozir mana bizlar kabani qurib olamiz. Bu mening uyim, shunaqa katta qilib qurganman. Bu ana bedrockdan bu tuzoq. Qanaqa tuzoq desanglar, Ulug'bekka hali prank video chiqaramiz, shunda ko'rasizlar. Unda birinchi bo'lib mana bunday blokdan tayyorlaymiz. Sal uyimning yaqinroqqa qo'yamiz. Mana shunchalik. Video yoqtirgan bo'lsa like va obunani bosib qo'yinglar. Sizlar qanchalik ko'p obuna, like ni bossanglar, men ham shunchalik nima desam bo'ladi? Videolarni ko'p chiqarishga harakat qilaman. Mana do'stlar, hozir bu yoqni qo'yib ketib yo'q. Buni endi chiqamiz, keyin bizlarga bunday sarblok ham kerak bo'ladi. 3 qator qilib olamiz buni. O'tirishingiz mumkin. Kabani quryapman. 2 qator bo'ldi hali. Yana bitta qator esa 3 qator bo'ladi. Shu bilan sarı blokni qo'yamiz. Hali birinchi marta qurishim emas, bu ko'p marta qurib ko'rganman. Minecraftda kabani kattakon qilib ham tiylarni oq blok mana shunday qilib ham yetib ko'rganman. Endi sarı blokdan qo'yamiz. Mana bunday blokdan. Bilmaganlar uchun. Mana do'stlar, ko'rib turishingiz mumkin. Mana bunaqa sarı bloklardan qurib chiqdim. Endi bunaqa qora blokdan qo'yamiz. Bunda qora blokdan qo'yib chiqamiz. Tiylarni oppoq blok bo'ladi-ku, gol emasaydigan. Yomg'ir ham yo'q. Endi shunday blokdan qo'yamiz. Kabamga keyin tugatganimdan keyin baho berib chiqasizlar do'stlar. O'z 2 o'yindan olib yuribman. Mini Minecraft bilan Free'dan olib yuribman. Pastlarni qilib chiqarmaydi. Mana bu yerlarni olsin. Shunday qilib chiqamiz. Menimcha shunday edi-yo. To'g'risi esimdan chiqib ketdi. Men shu yerlarga sarı bloklarni qo'yib chiqish kerak edi. To'xta, yo'q deymiz. Neriroqdan olsin. Mana shuni qilib qo'yib chiqamiz. Videoni to'xtatib olmayapman, sababi nima bo'lsa qisqaroq bo'lib qolishi mumkin, zerikarli. Oyoq ketdi o'zi bilmayman hech. Mana oyoqlarni qo'yib chiqamiz. Sarı blokda mana bo'ldi, tayyor. Sarı bloklarni ham qilib oldik. Endi buning pastini qilamiz. Pasti mana bunda oq blokda, sizga aytganimda, go'limda offron degan blokda. 3 qator bunda ham. Mana shu yerlarni qilib olamiz. Keyin yana bitta qator qilib olamiz ekan.
to'g'risiga qarab ketaveramiz. Mana shunday qilib. Mana do'stlar, ko'rib turishingiz mumkin, bu yoqni qilib oldim. Yana keyin bu yoqni ham qilib olish kerak. Keyin mana bunaqa oq blokdan qilamiz. Do'stlar, ko'rib turishingiz mumkin. Endi bu yoqqa qatorni qilaman. Bu yoqni qilib oldim. Tezroq qilib tashlaymiz. Jamg'ar ham yo'l ketdi. Video yoqtirgan bo'lsa, like va obunani bosib qo'yishni unutmanglar. Va nihoyat bu oxirgisi ekan. Shuni shu qatorga to'g'rilashtiramiz. Ko'rtirgan oy bu yoqdan chiroyli bo'lib ko'rinadi. To'xta, bu yoq qo'shilib ketdi-ku. Parallelman axir tezroq yotoqda uxlayveraylik-da. Bo'lmasa zombi shunaqalar kerak bo'ladi. Shuncha narsam bor ekan. Endi bu yoqlarni hammasini qilib chiqamiz. To'g'ridan to'g'ri. Mana bu yo'llarni qilib, keyin u yoqqa boramiz. Shularni qilib chiqamiz. Qanchalik ko'p menga obunachi kelaversa, men ham shunchalik ko'p video chiqaraman. Hali obunachim kamda, lekin ikkinchi YouTube kanalimga hali chiqarganim yo'q. Unga ham chiqarishim kerak bo'lib turibdi. Qanday video chiqarishimni bilmay turibman. Shunga bugun ko'p chiqarmaganimga, do'stlarim ham chiqar deb turganga shunaqa video chiqardim. Minecraftdan albatta bu. Hozir mana bu yoqni qilib bo'ldik. Bu yoqqa olib ketdi mana. Ko'rib turganingizdek oz qoldik. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek bu yoqlarni oppoq qilgan bloklardan qurib chiqdim. Mana ko'rib turganingizdek creeper yo'q. Mana ko'rib turganingizdek endi nima qilamiz desanglar, burga hech kim tuzoq qo'yamiz-da. Turli xil hasharotlar o'tib ketadi. Men shunaqa o'rgimchak to'rni yasayman. Turli xil hayvonlar bo'lishi mumkin endi. Men shular o'ta olmaydi-da bu yerda. Kabani oxir himoyalash kerak. Buradan o'tish qiyin ham. Zombilar kechasi kira olmaydilar-da, bo'lmasa kabaning yonida turli xil hasharotlar ko'payib ketadi. Keyin 10dan 1dan 10gacha baho berasizlar. To'g'rilab chiqaylik. Mana do'stlar, ko'rganingizdek kabamizga endi baho beringlar. Kaba qalay chiqdi? Yaxshimi, zo'rmi? Mana bu kabaning kattaligi. Qalay, kaba zo'r chiqdimi do'stlar? Kommentariyalarga o'qinglar. Mana bu o'rgimchak turlarini oq, keyin sari blok, men shunaqa narsalarni qo'yib chiqqanman. Короче, kommentariyaga 1dan 10gacha o'zlaringizning fikringizni yozib qoldiringlar va video yoqqan bo'lsa like va obunani bosib qo'yinglar. Oxirigacha ko'rganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat. Bacha-bachaga xayr do'stlar.